Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan yana doktor Odiljon har doimgidek yangi ma'lumotlardan, foydali ma'lumotlardan berib borishga davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz erkaklarda ham qovoq olsa bo'ladimi, ya'ni blefaroplastika o'tkazsa bo'ladimi? Ana shu savolga ozgina javob berib o'tamiz. Chunki bu mavzuni ko'tarishimizdan maqsad ba'zi bir erkak bemorlarimiz operatsiya qilgan paytimiz ijtimoiy tarmoqlarga natijalarimizni joylaganimizda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Erkaklar ham operatsiya qildiradi, gunoh u yoq degan kommentariyalar bo'ldi. O'sha kommentariyalardan kelib qolgan holda ushbu mavzuni tayyorlashga qaror qildik. Azizlar, bu har doim ham blefaroplastika chiroy uchun o'tkazilmaydi. Blefaroplastikaning ham tibbiy jihatdan sog'liq uchun foydali tomonlari ham bor. Ana shu tomonni ham o'ylash kerak. Mana shu holatni bir bemorimiz misolida ko'tarib chiqdim. Shu haqida sizlar bilan qisqacha bir tanishtirib o'taman. Bu bemorimiz 40 yoshda, 40 yosh o'rtacha yosh hisoblanadi. 40 yosh bo'lishiga qaramasdan mana yuqori qovoqlarga e'tibor qilingizlar. Ko'zlarining yarmigacha, mana qorachiga e'tibor qiladigan bo'lsalaringiz, mana ko'zining yarmigacha qovoq osilib tushib qolgan. Bu tomonda ham. Kipriklar daji ko'rinmaydi. Skladkalarda gapirmasa ham bo'ladi. Azizlar, bu bemorimiz doimiy напряженный nima deydi, o'zida charchoq his etib yuradi. Undan tashqari ko'rish maydoni juda ham kichrayib ketgan. Bemorimizning shikoyati yana ko'chaga chiqqan paytda masalan quyoshga qaralmayman deydi. Undan tashqari ko'chaga chiqib yurgan paytimda ozgina yursam shu boshim og'rib, shunaqa holat kuzatiladi deydi. Eng operatsiya qilishga undagan narsa bularda mashina haydalmay qoldim deydi. Mashina haydasam uje charchayman, toliqaman deydi. Shuning uchun mashina haydashdan ham voz kechdim deb turib operatsiya qilishga jur'at qilgan, bizlarga keldi. Juda ham chiroyli natija qilib berdik. Shuning uchun hamma narsaning ikki tomonini ham o'ylash kerak-da. Bu doim chiroy uchun qilinadigan operatsiya ekan deb o'ylash kerak emas. Sog'liq uchun albatta foydasi bor buning. Bu operatsiyadan keyin albatta ko'rish maydonlari kattaradi, ko'rish maydoni kengayib, boyagi charchoq alomatlari, doimiy charchoqda yurish shunga o'xshagan alomatlar yo'qoladi. Bu uzoq muddat har doim shunaqa osilgan qovoq bilan yurish eng minus tomonlardan yana bittasi zrena tushib ketadi. Ana shu zrena tushib ketishining ham oldi olinadi. Azizlar, operatsiyadan keyingi natijamizni ham ko'rsatamiz. Bularga ayollarnikiga o'xshagan chiroy uchun estetik blefaroplastika o'tkazmaganmiz. Aynan mujskiy tipdagi blefaroplastika o'tkazib berganmiz. Azizlar, bemorimizning operatsiyadan keyingi bir haftalik natijasini ko'rsatyapmiz. Hali bemorimizda atyoqlarimiz, shishlarimiz bor. Ishlarimiz ketgandan keyin juda ham chiroyli natija bo'ladi. Haqiqiy erkaklarga xos qovoq bo'ladi. Ularga e'tibor qilsalaringiz, mana skladka shakllantirilgan. Skladka unaqa chuqur bo'lib ketmagan. Undan tashqari skladka bilan ko'zning orasidagi masofa ham erkaklarnikiga xos qisqa hisoblanadi. Ayollarda bu erkaklarga nisbatan kattaroq, ya'ni ko'proq masofa bo'ladi. Azizlar, buni ko'rishingiz mumkin. Endi mana bu yerlarda bu sohalarimizda hali qizarishlarimiz bor. Mana bular atyoq, hali bular hammasi ketadi, tabiiy holatdek turadi. Azizlar, sizlarning fikrlaringiz albatta biz uchun muhim. Sizlarning yozgan kommentariyalaringiz hammasini bizlar to'g'ri qabul qilamiz. Mana shunaqa kommentariyalardan kelib chiqqan holatda mana shunaqa mavzular tayyorlayapmiz. Bundan boshqa o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz ham bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiringizlar. Bizlar baholi qudrat sizlarning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz.